Assalomu alaykum hammaga, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga oddiy lavashdan mazali taom pishirib ko'rsatib bermoqchiman. Hamma joyga bir teng qilib surtib oldik. Endi o'rtasiga nachinkamizni yarmini qo'yishimiz kerak bo'ladi. To'rtburchak shaklida va xuddi konvert shaklida o'rab olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi lavashimizni ham xuddi shunday tayyorlab olamiz. Skоворodkamizga ozgina o'simlik yog'i qo'shib, 2-3 osh qoshiq taxminan hamma joyga bir teng qilib surtib chiqib, ikki tarafidan pishirib olamiz. Taomimiz tayyor. Juda oson va tez tayyor bo'ladigan taomlardan biri. Ertalabki nonushtalarga ham tayyorlasa bo'ladi. Juda yumshoqqina, mazali bo'lib chiqadi. Ko'pchilikka tavsiya qilaman. Videoim foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.